Alloh yaratsa haqiqatan san'at darajasida yaratadi va puxta yaratadi. Sun'allohillazi atqana kulla shay. Bu har bir narsani puxta qiladigan Allohning san'atidir. Alloh yaratgan narsalarga qarang. Osmonlarga qarang, o'rmonlarga, tog'larga, dengizlarga, Alloh yaratgan go'zalliklarni qarang. Kim bunaqa yaratishi mumkin? Bir rassom bir rasm chizsa, falon pul turadi va hamma hayron qoladi. Lekin Alloh chizib qo'ygan rasmchi dunyoga. Allohdan go'zalroq birontasi yarata oladimi, puxtaroq? Bir tafakkur qilib ko'ring bu oyat. Insonlar yaratgan har qanaqa narsa buziladi, eskiradi. Inson bir narsani yaratsa, boshqa narsalarga ehtiyoji bo'ladi. Masalan, uchun qalam deylik, qog'oz deylik. Hech qachon o'zidan o'zi bir narsani yo'qdan bor qilib yarata olmaydi. Lekin Alloh yaratgan narsalarchi, hech quyoshi buzilib qolganini yoki kechani kelmay qolganini ko'rganmisiz? Eskirib qolganini. Necha ming yil bo'ldi Alloh bu dunyoni yaratganiga. Biron narsasi eskirib qolmagan. O'zimizga qaraylik. O'zimizni insonni Alloh qanaqa yaratganini qaraylik. Yuragimizni urib turishini, nafas olishimizni, hujayralarimizni, ta'm sezishimizni, u hazm bo'lishini, ovqatlarni, bularning hammasi Allohning puxta yaratganiga dalolat qiladi. Ha, biz shunaqa qudratli bo'lgan Robbning bandalarimiz.